Hozir Elnor opa bilan bitta trend olamiz. Qaranglar. Men duch kelgan narsalarni qo'shib Elnor opaga tayyorlab beraman. O'zlari tanlaydilar. Shuni ichadilar oxirida. Tayyormisiz? Tayyorman, ish qilib tinchlik bo'lsin. Tanlang. Beramiz. Ovozidan nimaga o'xshabdi? Kolami? Endi qaysi biri Elnor opa? Bunisi. Chidasangiz bo'ldi, lekin dahshat bo'lyapti. Tanladilar. Ishqilib. Yaxshi bo'ladi Elnor opa menimcha. Su bermaymanmi? Yo'q. Endi qaysi biri? Bunisi. Voy, yomon qildingiz lekin. Shuni tanladilar. O'zim ham bilmayman ichida nima. Eshitmasizmi? Pishillab kelib bavi qo'shib yubordingiz. Bitta shitda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Bismillahirrohmanirrohim. Limon qo'shganmisiz? Tuz bilan limon. Yaxshi lekin shuncha ovqatdan keyin, go'shtli ovqatlardan keyin hazm qilamiz. Lekin yaxshi tanlov, agar pomidor tanlaganlarda yomon bo'lardi. Pomidor ham bormi? Yaxshi narsa tanlama lekin.